Salom do'stlar, sizlar bilan yana men Spin keyboard o'yinini o'ynab ko'rmoqchiman. Do'stlar, albatta obuna bo'linglar. Do'stlar, hali zagruz o'ylatungacha aytib olay. Do'stlar, esinglarda bo'lsa men agar obunachilarim bilsa, meni ko'rsa sizlarga e'lonim bor, mana avatarimni ko'ryapsizlar. Bundan da zo'r berish xohlaysizlar, to'g'rimi? Unda kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Esinglarda bo'lsa, agar ko'rgan bo'lsalaringiz, men bu video yurib gapiraveray. Men bu videoda qanday qilib tekinga kiyim olishni o'rgatgan edim, tushib ketdim. O'ynadim. Bilmayman menga unchasi. Qanday qilib tekinga kiyim olishni ko'rsatgan edim. Esinglarda bo'lsa. Endi men o'sha videoning ikkinchi qismini ham oldim. Do'stlar, men bu videoning ikkinchi qismini ham oldim. Hozir taxlanyapti. Zagruzkada taqib qo'ygandiram. Hozir videoni olaman. Do'stlar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib yuboringlar. Shunda men sizlarga qiziqmi, yoqadimi, yoqmaydimi o'shani bila olaman. Yaxshi. Do'stlar, so'l qo'li. Hoppa! Do'stlar, sizlarni kommentariyalaringizga, o'rnalaringizga qarab men qaysi video sizlarga yoqayotganini ko'raman va o'sha videoni ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Buning uchun sizlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ldi. Hop, demak o'yinga qaytamiz. Demak bu yerdan nima qilish kerak? Uch ustiga sakrash kerak. Yuruvchi o'ylagani. Demak taqiqlangan joy ekan. Biz tezroq yurishamiz. O'talik. Do'stlar, bir ovozi chiqmayapti, so'ram bir qizg'aroq bo'lsin. Og'zini o'chirib qo'ydim. Do'stlar, o'tamiz, kommentariy yozib yuboringlar. Tezroq. Yo'q! Anadan tezlash olamiz do'stlar. Bir kuchlaymiz. Do'stlar, sizlarga do'stlar, tezroq obuna bo'lib like bosinglar. Va men bundan keyingi videolarda qanday qilib tekinga robot olishni o'rgataman. Ba'zilar buni biladi, ba'zilar esa yo'q. Demak, bugun sizlar o'shani o'rgataman. Albatta like bosinglar. Buning uchun sizlar like bosib obuna bo'lib qo'ysalaringiz bo'ladi va kommentariyada Robux 3 deb yozib qo'ysalaringiz, men albatta bu o'sha tekinga kiyim olish va Robuxni videolarini olaman. Do'stlar, sizlarga qaysi o'yin qiziq? Mana shu Speed Keyboard o'yinimi, +1 Speed Keyboard o'yinimi? Yo'q. Senga men taksi o'yinimi ya? Ben bir de sakır ötüş kerak. Mana yerdan tezlatgich ekanman mana bu. Sol yutmadi-da. Sakrab qo'yaman vaqtini. Voy.
Balerina pişt berdan. Balerinalar yomon ko'raman. Va! Ne mundoq qilib. De Toshkentga gapira olayım. Pishti. Vay! What? Wow! Hadi wow! Kutmagandim. Serkamiz uni nimamiz? Do'stlar, mana kommentariyga yozib boringlar, bizni necha yoshlilar kuzatyapti. Voydot! Ay, o'tib ketdim. O'lmaganmiz-ku bu bunchasi. O'lmaganmiz lekin bu yerdan qanday o'tamiz endi? Aman yo'shib tushib ketibdi bechora. U bechora bizda men bechora emasmanmi? Hayda do'stlar, qanday chiqib ketamiz? Qanotim ko'shib uchsa-da, shuncha chiroy shunda. O'lmasa, hech bo'lsa o'lsak edi. Yo, yomon. Tick find nima ekan bu? Nima yoqqan, bilmayman, shuna qiziqdim. Ha, bu ekan. Mana uni olayım. Nechi pul? Qancha ekan bu? Ay, bu yettin olib tashlayman. Pulim VIP. Olayım. Bir chiroy. Ketdik. O'yinga qaytamiz. O'yinga. Ana chiqib o'tish ketishingiz kerak. Va do'stlar. To'xta. O'zgartirish kiritib olay do'stlar, ana. Xato ketibdi. Mana boshi bor. Ana, ko'ryapsizlarmi? Zo'r turibdi. Qilicham qo'shib o'rsang. Mana shunda olsalaringiz bo'ladi bu. Bekliyorum bu man. Şeriklarim. Bir yok ekan hech bola. Mana do'stlarim, topdim. Aktyorning stroyiga kirsangiz, bir istagan narsalarni istekin. Shlepalar. Mana bosh kelgan bo'lamiz. Ana vera emotilar sotasiz bular. Istagan. Bayda olsanız. Çünkü ne oldu abi? İstegan sotasiz bular. Ok. Tamam. Mana sotaverayım. Maymun chorga degan. Sotardim mana. Asla hozir to'xtaylik, bittadan xato ketdi. Sizlar bilan birga ko'rib chiqaylik. Do'stlar, bu video sizlarga qiziqmi yo'qmi kommentar yozib boringlar. Men skip keyboard o'yinini o'ynamoqchi edim, lekin sizlarga qanaqa tekinga kiyim olishni yana boshlayordim. Kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmadingizlar lekin. Essiz. Obuna bo'linglar do'stlar. Bu sizlar qaysi o'yin qiziqligini men qayerdan bilaman? Iltimos obuna bo'linglar.